Hammaga salom do'stlar, men atim Kompot, yangi joyga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan albatta yana kim keldi do'stlar, yana kim keldi? Namuncha video olishimga xalaqit beraveradi odamlar yoki qishloqlar. O, salom qishloq, nimaga xalaqit beraverasizlar? Menga video olishga. Salom Kompot, batmasmi deyin. Yo, batmasmi, просто video oldim, hamma xalaqit beraveradi. Jahlim chiqyapti. Kompot, shunaqa degan просто ruxsat so'roqchi edim-da. Ruxsatnoma nimaga ruxsat so'raysan? Gapir bo'lmasam, xullas mana uyni yonida kichkinagina uycha qursam bo'ladimi? Nima kichkinagina uycha? Mana masjidda qurmoqchimisan? Ha, mana turgan joyida qurmoqchiman. Qabul o'shanda ruxsatnoma so'radim. Hammadan so'rayman ruxsat. Ha, bo'lmasam mana yoqqa kichkina uy qurmoqchimisan? Ha, kichkinagina chiroyli uy qurmoqchiman. Shu qursam bo'ladimi? Hamma qishloqdan so'rab chiqdim o'sha. Ha, bo'ldi, mayli quravergan, faqat uyimdan sal uzoqroq bo'lsin, xo'p. Ha, bo'ldi, Kompot, bo'lmasa rahmat senga ruxsat berganing uchun. Ha, bo'ldi, ruxsat berdim, quravergan. Ana bo'ldi. Endi videoni boshlasam bo'ladi do'stlar. Xullas, bugun sizlar bilan Minecraft o'ynaymiz. Minecraft ichida Minecraft o'ynamoqchimiz. Mana o'sha men notebookimga yozib oldim. Xullas, hammasini sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz. Davay boshlaymiz. Yaxshi. Hamma qishloqlar, hamma ruxsat berdi. Kompotdan ruxsat berdi. Bo'lmasa uy qurish boshlaymiz. Mana mashta qazib, qurib ketaveramiz. Ana bo'ldi. Sizlar mazza qilib o'ynadingiz. Sizlarga yoqdimi? Minecraft ichida Minecraft o'ynaganmiz, lekin menga yoqdi. Cho'tta o'tirib boshim aylanib ketdi. Ko'cha ichishga yoqchiman. Ob-havo qanaqa ekan o'zi? Toza havoda mazza qilib nafas olmoqchiman. O'sha qurib oldingmi? Nam kichkina ruxsat so'rashing ham shart emas edi. Ha, Kompot qurib oldim. Zo'ri chiqibdi kichkinagina. O'y, lekin baland. Nima qilganing bu? Nima bu? Qishloqqa tushunmadim. Nima bu? Kim senga buni ruxsat berdi? Voy, namuncha bu вообще baland. Qanaqa bu uy? Ne qishloqqa? Kim senga buni ruxsat berdi? Bunaqa uy qurishga kichkina uy quraman deding-ku axir. Bo'doslar shunaqa ham bo'ladi. Men ruxsat berdim. Men buni qaraylik kichkina uy quraman deb, men gigantskiy вообще uzun baland uy qurib tashlabdi-yu. Qishloqqa kim senga bunaqa ruxsat berdi? Siz ruxsat berdinglar. Biz ruxsat berdik bunaqa uy qurishga qishloqqa. Bunaqa вообще baland uy qurishga biz ruxsat bermadik-ku axir. Kichkina uy quraman deding. Ha, mana kichkina Kompot kirib ko'rgan-chiganu просто bo'yi baland bo'lishi mumkin, lekin o'zi kichkina ichiga kirib ko'rgan Kompot. Qishloqqa nimaga senga ruxsat berdim bunaqa uy qurishga? Men kichkinagina bitta qavatli bunaqa uy qurasan desam, qancha qavatli uy qurib tashlaganini qaragan. Kompot, o'zing ruxsat berdinglar-ku endi. Zo'r chiqdi-ku, zato ichiga kirib ko'rgan juda ham kerakli narsalar bor. Mazza qilib sarang yashasang bo'ladi o'tda. Mayli, bu nima bu endi? Ha, Kompot просто o'tiradigan joy. Bu birinchi qavat. Hali kecha 3-chi qavatlarga chiqib ko'rgan undan abzor. Xo'p, bo'lmasa chiqib ko'ramiz qishloqqa. Nima cho'chib ketdim-e. O'zim cho'chib ketdim. Oyna ekan oxiri. Kompot, qarang, kulgiligimmi? Sen kulgili emassan, bo'tda seni qurgan bu binoing qurgilichonsanmi? Shunaqa ham gigantskiy bino qurasan, bo'tda nima u endi? Ha, Kompot, просто bo'tda davoladigan joy. Sarab davolsang bo'ladi. Mazza qilib qolsang ham bo'ladi. Ha, uy, mana qaraylik, men balkon ham yo'q deyman. Mayli, qarang, keyingi qavatga ham chiqib ko'ramiz. Nima bu? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Voy, olishingizdan chiqibdi. Kompot, esidan chiqazgan deylik, xo'p. Mayli, qishloqqa esimdan chiqazdim. Mayli, bo'ldi, eslamayman buni. Ketdi keyingi qavatlarga ko'rib chiqaylik bo'lmasam. Nima bu? Vanna ko'ryapman, kirmoshni ko'ryapman, hojatxona. Ha, Kompot, bu yerda vanna, hojatxona, o'sha kir yuvish mashinasi, hamma shu yerda turadi. Ha, yaxshi. Nima bu? Seyfmi? Qanaqa ekan paroli endi buni? Nima seyf bormi bu yerda? Ha, hojatxonada Kompot, seyf bor, ichida qog'ozlar bor, tualetni. Nima tualetning qog'ozlar bor? San bir-birimi paroli 1-2-3 tualetli qog'oz shu yerdami? Qishloqqa hojatxona
yozgan qog'ozi. Ha, kapot. 1-2-3 вообще eski parolga boshqa parol qo'yib qo'ygan. Ha, kapot. Bo'ldi, boshqa parol qo'yib qo'yaman. A to bunaqa qog'ozni olib ezorishdan qishloq qilib, tushunarli bo'tdi. Hech qanaqa balkon ham yo'q, oddiygina, tushunarli, oddiygina xona bo'tam. Vau, mana endi normalniy xona keldi. Nima endi oshxonam bu? Ha, kapot, bo'tda oshxona. Hamma narsani pishirsa bo'ladi. Qolgan narsani pishirsa bo'ladi, bo'tda sarab pishirsa bo'ladi. Sochuvlar hamma narsalar bor ekan, juda ham yaxshi. Mana undan ham zo'r xona. Ha, kapot, bo'tda o'yin uchun xoda. Bo'tda san videolarni ham olsa bo'ladi. Xohlasan. O, rahmat senga jitel videolarni olsam juda ham zo'r bo'lardi. O'ynab, bo'tda notebookim cho'ta qotyapti o'sha. Yaxshi, juda ham zo'r. Obbo, yana bo'tda oddiy narsa. Qani ketdi keyingi xonaga. Nima bu? Bu kapot, bu iltimos, bu batutga turmagi boshini uraversan faqat. Xo'p, nima qilsan qishloqqa batutda sakrab? Bo'ldi, bo'tda sakravermagin, hozir boshingdan g'urra chiqadi. Keyingi xonaga ketdi, lukka ochamiz. Voy, mamun qaranglar, voy, chiroyli ekan bo'tda. Imam ko'chadan hamma narsa ko'ryapti. Kapot, tomda unadan zo'r narsa bor, tepaga chiqqan. Mayli, tepaga chiqib ko'raman, nima bor ekan. Voy, rostdan ham undan zo'rligini qaragan. Kapot, axir zo'r-ku, senga yoqyaptimi? Nu, yoqyapti menga, lekin boshqa qishloqlar ko'rib qolsam ham bo'ladi. Sen boshqa qishloqlardan ham so'ragansan, to'g'rimi? Kichkinagina uy qursam, ruxsat berasizlarmi? Kichkina uy qurish kelgansan, to'g'rimi? Agar buni ko'rib qolsa, nima deysan senga? Nu, to'g'ri, kapot, kichkinagina uy qurishga ruxsat berishdi. Bo'ldi, kichkina axir. Nu, to'g'ri, mayli qishloqqa. Kapot, sen bolani xodalarni qiziqasan, bola to'g'ri yashay ekanlar, to'g'rimi? Nu, to'g'ri. Kapot, xohlasa shu xonani senga berib yuboraman. Mashina yashab turasan, xohlasa yashaysan mazza qilib. Shunaqa degan jitel mashina yashaysan bo'ladi menda. Ha, xohlasa kapot. Nima deykin bu qishloqqa? Menga aytayaptiki, mana mashina yashab tursang, mashxonangiz aniki bo'ladi deyapti. Nima deykin? Nu, mayli qishloqqa bo'ldi, bu meniki. Bu xona nima ekan? Kapot, hojat xonaman. Nu, bu xonaga boshqa kirmayman. Bo'ldi, tushunarli qishloqqa bo'ldi. Mayli mashina yashab turaman. Lekin bu yerda remonting qanaqadir g'alati ekan, qanaqadir oddiy. Meni uyimda ham xuddi shunaqa remont endi, o'rgimchak to'rilar qanaqadir qanaqadir ta'minlash kerak bu yerda. Ha, kapot, men mana o'zim ta'minlayvergan bu xona endi seniki deb tabriklayman. Bo'ldi, qishloq hozir hamma narsani olib kelaman do'stlar, sizlar bilan ta'minlaymiz bu uyga. Mana buni qaranglar, boshqa qishloqlar ko'rsa buni bizni peshimizga kerak. Mana buni qaranglar, so'ragandan kichkina uyni ruxsat so'ragan. Kichkina uy qursam bo'ladi deb hamma do'stlar zato mana uyim menga ruxsat berdi, uy meniki bo'lishi uchun. Mana do'stlar, olib kelyapman hamma narsani. Bo'lmasa qurishni boshlaymiz ham. Hamma sandiqlarni hammasini olib tashlaymiz. Birinchi bo'lib nima qilishni bildim men. Ana xonani yopib qo'yishim kerak. O'rgimchak to'rini ham sindirishim kerak. Mana xonani yopib qo'yishim kerak. Xo'p, davay kitoblar bilan yopib qo'yaman. Mana bo'ldi, kitoblar o'qiyman. Kitoblarning yoniga juda ham zo'r tushadigan narsa bu, albatta kalavat. Mamnaqa mazza qilib kalavatda uxlayman-da charchaganimdan keyin. Juda ham zo'r tushdi. Bu yoqqa ana bo'ldi. Keyingi qo'yadigan narsalarim bu sandiqlar. Kompyuterning skinini qarang, skinim bilan bir xil meni sandiqlarim. Zantaga qo'ysa bo'lardi, lekin zantaga boshqa narsa topilar qo'yishga. Hop, bo'lmasam bu yoqqa men oshxona qo'ymoqchiman. To'g'ri, bu binoda oshxona bor. Bu uyda kichkinagina uyda oshxona bor. Lekin do'stlar, tushib chiqaveraman. Ham kichkina o'tda oshxona o'zimga zo'rg'a oshxona qilib qo'yaman. Mazza qilib narsalar pishiraman. Albatta rakvina qo'yish kerak, qo'llaga va shu uchun bu yoqqa xolodilnik, mikrovolnovka bor ekan. Xolodilnik qilib qo'ysammikin? Nu, mana shunday yoniga qo'yib qo'yaman. Ana bo'ldi, muammo yo'q. Mikrovolnovkani qo'yib qo'yaman. Joyiga qaraylar, joy egallash kerak, joy egallashni o'rganish kerak. Bu yoqqa dam olish uchun joy qo'yib qo'yaman. Nu, dam olish uchun joy zo'r emas, oddiy divan, televizor qo'yib qo'yaman. Mana hazillashdim. Mana qo'yib qo'ya qoling, xolodilnikka ana bo'ldi. Do'stlar, men o'tirib televizor ko'rib o'tiraman. Bu yerda oshxona, narigi tomonda uxlaydigan, dam oladigan joy.
Hammasi tayyor bo'ldi, chutki bo'ldi. Menga yoqdi, lekin o'zim tanlaganim. Xaritang qishloq. Nima bu? Kim buni qildi axir? Kim buni qildi? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Axir qishloqqa mandan kichkina uy quraman degani-ku. Hozir unga ko'rsatib qo'yaman deb o'sha qishloq shuni qurgan, o'sha qishloq qurgan, mani aldagan. Bekor ruxsat berib mana hozir raketam bo'laman deb bu narsa bizning qishloqda bo'lishi kerak emas o'zi. Mana. Opa, ana bo'ldi. Tushunmadim, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ne bo'tda qochib ketadi yuman uyim. Kim mani uyimni bizda kim qildi buni? Obbo, qanaqa bo'tdan chiqib ketaman endi, sakrashim kerak o'tdan. Obbo, mana xonani ochaychi, mana xonaga. Kapot kirmagan men uyimga. Uzr qishloqqa qanaqa boraman bo'lmasam, mayli sakrab o'tishimga to'g'ri kelar ekan bo'tdan. Oppa, ana sekin kim qildi buni? Kim mani uyimmi bizda? Obbo do'stlar, bo'ldi. O'zim uyim nimaga yoqmayapti nimaga? Nimaga o'zim uy yoqmayapti? Bir xil quvvatdagi. O'zim uyimni tinch yashayverganim yaxshi. Rostdan ham ketdim men bu binodan. Bu binoni o'zi buzib yuborish kerak ekan. Mayli do'stlar, nimaga ruxsat berdim bu qishloqqa uy qurishga o'zi? Bo'pti, bo'lmasam sizlar bilan xaylash vaqti keldi. Zo'r uy qurdim, lekin menga yoqdi. Hammani o'ylabdi, baribir. Like bosish, odamlardan chiqmasa, hammaga xayr, sog' bo'linglar bolalar.